Salam azizlar, hammalarning mushaq xayrli bo'lsin. Bu putniki, pallisniki ko'rsatmalarini hozir biz chizib beramiz. Shu bo'yicha badanniki har bir a'zolarning o'zinglarning pallisini o'zinglar ichib, shu kasal bo'lgan ahvoldan shu dora yoki birini topolmagan ahvol ostida shu palla ichish orqali shu og'riq azobini yengiltish usulini ko'rsatib qo'yamiz. Shundan bir foydalanib olinglar. Bu bo'lsa miya, ya'ni bosh. O'ng ko'z, so'ng ko'z, o'ng quloq, so'ng quloq. Mushu to'rtti ko'z, bosh, quloqlarga tava. Ma atrof umurtqa to'riki. Miya bo'lsa so'l o'pka. Miya bo'lsa oshqozon. Ma atrof jigar. Ma u asosiy börek. İnci küçey, çoğun küçey, boğum küçey, inci küçey deganlar. Mavu ayollarninki köpüş azası. Mavu erlarning köpüş azası. Muş arqılıq özіңlarning mühim bo'lgan a'zolarini bilib olsanglar bo'ladi. Maxsus bel ağrıydigan, bel umurtqa poltiyib chiqish, bel taqs poltiyib chiqishi. Bunun uygulash usul bo'lsa, bigiz barmoqni mav shakllikda qilib, ma holatda 3 sekund vajan degich arliqda 3 sekund ma arliqda 3 sekund mush arliqda mushtaq qilmasanglar yaxshi bo'lmaydi, yaxshi bo'ldi. 3 sekund qilsizlar, ching qilib qo'yib bersizlar, ching qo'yib bersizlar vajan degicha. Mushundaqa qo'l masha holat. Mana mushalat tutsizlar ekan, do'stlar, mushalat tutib basimiz 1 2 3 tatimiz. 1 2 3 tatimiz. 1 2 3 tatimiz. 3 sekund mana shunda. Andın yurak. Maya yurak. Yurakka yurak tilib og'riydigan, yurak qaytishmaydiganlar. Mushu azoni mushu holatda. O'xshashlar yana biz usulda. O'xshashi mushu holatda. Ayak miyak qiyib ketmaysiz, pastirab qilmaysiz. Ondan keyin qasa o'ttirdan besib, chimchilik yon tarafga qarab tushir ekanmiz biz. Ondan keyin qasa oshqozon. Mana oshqozon. Oshqozon yandigan, oshqozon bearam bo'ldigan ahvollar bo'lsa, mahalatda 1 2 3 mahalatda 2 3 mushu o'ng quloqning keniga o'tkazib yetimiz. O'sha holatda og'irgacha, voyjan degicha, quloqning keniga o'tkazib yetimiz. Andin jigan sig'ib ketganlar. Jigar bearam bo'lganlar. Mushu atrofdan aylantirib juglak holatda jigarning atrofini mush holat qilib bersak bo'ldi. Shunday yaxshi pallalarni mushta uglab bersanglar o'zinglarning pallasini ko'rganmiz. Bigiz barmoqni mushu holat tutsizlar. Mushalat tutib qo'lniki mana shu do'q qismidan jaynak qatlangan yeri mana bu qo'lniki mana mishari patturimiz mishani mushu jigarning cho'risiga mana biz sizab qo'ygan chambarning cho'risini aylantirib basimiz. Har bir basqinimizni 1 2 3 tatimiz. 1 2 3 tatimiz. 1 2 3 tatimiz ashunda. Ashalatimiz. Og'irga qadar ching basizlar. Vajan degizimiz. Ching. Bir sekund cho'qim ching besish kerak. Mal atrof börek. Börek sovuq o'tgan, börekdagi ig'ir bo'lgan masala. Bu sel uzug'aroq. Buni mushu erlar ko'pish a'zolar birga ip berildi. Shunga keyingi sonda deb beray. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Kelarki sonda ko'rishaylik. Mushu masalalarni oilada, oshqozonnikini deb berdik, jigarnikini deb berdik, mana oilada. To'g'ri topolmaganinglar mushu orqali bir tutib o'zinglarniki og'riq azobinglarni yengiltib olsanglar bo'ldi. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Kelarki sonda ko'rishaylik. Yaxtığan do'stlar, yurak berib, qo'llab bo'lsa ko'plab tarqitib qo'yinglar. Boshqalarni foydalanib olsin, uydan taloq chiqamayotgan mushu vaqtlarda yaxshi reseptgan deb bilib